Assalomu alaykum. Mana 5000 so'mlik kivi ko'chatlarimizni ko'chirayotgandik. Mana tomirini holati. Bunaqa tuvellarga egayapmiz. Nimalarda shu 5000 dan 15000 gacha borda ko'chat. Bu kattaroqlari 15000 bo'ladi. Mana aka ko'chatlaringizni ko'chirayotgandik. Mana tomirlari. Bular bir-biriga chuvalanib chalkashyapti. Mana shulardan tomirini nima qilib ajratib olib beraman-da. Nimani mana aka hozirchaga ko'mib qo'yib turibman, yana qaytarib. Ertaga maytlardan ko'chirib olgandan keyin o'sha sizga kerakli razmer hozir mana ular ichida uncha son chiqmasligi mumkin. O'sha hammasini ko'chirib olib turib, keyin ajratay deyapman. O'sha hozir endi ishni to'xtatayotganimga ko'mib qo'yib turaman. Mana bunaqa qilib kovlab turib, tomirini yopib qo'yiladi.